Satmaya filan Ramazan roza. Rozalar tutup alıp endi. Tutuşga harakat qilyapman. Tutamayapman. Ramazan muborak bo'lsin. Bittasi gap hozir qo'shaydi. Sizlarni hozir cho'kkina narsa qilaman. Mashinalarim bilan tanishtiraman. Xo'p. Bir videoni boshlanishi ham bir yemagan bo'ldi. Lekin hop, pulimiz ko'pligidan sig'mayapti menga. Hop, nechta 22 ta mashinam bor ekan. 100 ming endi bilib turibman ekan. Hop. Larda 2107, 2107 ya. O'zim qo'yganman bunisini, davraladi o'zim qo'yganman. Diskani mana sotganman. Dastlab uxlatib ketganman. Bir so'mga sotgan. Shunaqa qilganmiz, endi uxlatganmiz kerak. Bu mashina o'zi hammada chiqadi. Men просто sirena yo'q, YPH qilib olganman. Bilmayman bu mashina nomini ham. Lekin cho'tki turadi. Hop, Priora. Bravo motor. Adashmasam. Oh, если не секрет. Секретmi? Men olmaganman bu mashina, sotib olganman. Просто esa. Hop, GR. Hamma biladi shekilli. Bu ko'rsatadigan joyi ham yo'q, qop-qora. Просто balon rangli ekan. Xo'p, bu mashinani ham bilmayman. Mana buni 16 so'm, ming emas, so'mga sotib olganman. Mini energiya 01. O qizillar o'zi bor, men qilmayman. Dodge Challenger 1000 ham. Rangini o'zim qo'yganman, diskani. Xullas mashinani o'zim sotib olganman. Bu mashinani bilmayman. Hali mashina shekilli. Uncha bilmayman bunaqa. Xullas men ham qaraylar. Tanish mashina qilamiz. Uni endi pastga tushirib qo'ysak, tanisizlarmi shu mashinani? Mashina bunday qilib qo'ysak, kimning mashinasi mana shu? Kimnikiga? Bloger Karpatka o'ynaydi mana shu. Kimning mashinasiga o'xshaydi? Kommentariyada yozamiz. Kompressor edi bosabor dedi. Qilamaganman. Mercedes Jenny Serlalamchilar sebrnolarni kanaliga obuna bo'lamiz. O'zim chizganman uni. Svetini. Kompressor Brabus. Hop, Audi RS6 menimcha. Ya menimcha diska qo'yilgan bo'ldi. Boshqalarning gatti bo'lsa ham mashina menga yoqadi. Pikapmi? Esa ichi salon o'zim qo'yganman. Mana. Hech narsasi yo'q, amali yoqadi. Ko'p kinolarda chiqqan mashina bu. Fake taksi, Nexia 1 o'xshagan. Hop. Ham nechinchida? Avvalo 2000 dan past bu mashinani ham yili. Ja, adashmasam Cadillac'da haliga oddiy mashina bu, avvalo Cadillac. Cadillac'lar baland bo'ladi, bilasizlar. Bu boshqacha. Plus BMW E30 bu. Bad boy. Mana admin qilganman. Hop. Nasa balon bo'yalgan, bad boy qo'yilgan, stikerlar, diskan, qizil, plus E30 yaxshi. O'zimni ko'p minadigan mashinam Mercedes. Menga Mercedes olmaydi, menga BMW yaxshi. Endi o'zimni dilimdan kelib aytib chiqaman dedi. O'sha men ham BMW yoqadi. Hop, mana WhatsApp bor ekan, men akkauntim ochilmagan xorami. Mayli, Camaro. O'zim sotib olganman, kameralargacha.
ertalab qo'yganman. Chevrolet qilmoqchi edim. Xullas. Mashina yozganman xolos. Boshqa narsa so'rasanglar men so'm beraman. Hop, Mercedes. Yana ham YPH qo'yaman. Ana sedan narsa YPH qilaman men. Ferrari. Hop. Nem yemegan mashina bo'lgandi. Mana mana shu tuning qilgani. Jam chiqarilib chiqganda. Karbon qo'ygan. Stikerlar, naklenka, olov yo'qotaman, karbon. Hop. O'zim sotib olib o'zim qo'yaman mashinani. Ishonmasanglar. G-Class, S-Class, Mercedes. Hamma narsasini o'zim qo'yaman. Bugatti Veyron. Gay narsa endi. Qiziqishga buni ham olib o'tamiz. Mendan nima kutganini. Xullas videomiz tugamadi hali. Nima qilaylik? Xayrlashamiz sizlar bilan. Men ham charchadim hozir og'zimni ochib. Necha bo'ldi? Namangan vaqti bo'lsa 6:20 da ochiladi. Og'zimni ochib narsalarni yeb bo'lib sizlarga videoga keldim. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'linglar. Xayr hammaga.